Yo, hammalarga assalomu alaykum qadrdon obunachilar. Bugungi videomizda biza legendarniy open case videosi bo'ladi. Yaxshilab joylarga o'rnashib olinglar, o'zingizlar bilan popcorn olsanglar, nur ustiga e'lon nur bo'ladi jigarlarim. Xullas, menda yana yangi akkaunt Veyron FC mashinaga durza tashab qo'ysanglar, bu akkauntni kuchaytirib sizlar bilan ham o'ynashim mumkin. Ko'rib turishinglar mumkin, bizada yangi akkaunt 2450 ta samolyotga bor. Nima buncha kam desanglar yo'q. Eng ko'pi mana hali bu yerda 4 ta bor. Bu yerda narigi pakdan ham bor hali. Qaranglar. Agar mashinadan kupon draft tokeni tushsa, obuna bo'lasizlar. Agar samolyotga tushsa, like bosasizlar. Kuchaytirilgan rank up tushsa, kommentariy yozasizlar. Ketdi. Hammasini qilasizlar ekan, значит, o'tishdi. Okey. A'lo kayfiyatda FC Mobile o'yinimizni boshlab oldik. Menga mana shunaqa qizil chiqib turish yoqmaydi. Xullas, okey. Open pakimizni boshladik. Joylarga yaxshilab o'rnashib olinglar. Bu yerda bizga yangi futbolchilar Odegaard kelibdi. Okey. Jidek wow, Emiliano Martinez. Normalni Otamendi. Kechagi Ispaniya o'yinini ko'rdinglarmi? Yomon jinni kutishadi. To'rtinori. Qaranglar, qaysi pakdan boshlaymiz? Georgiy ham bor ekan. Marmush bor ekan, Omar Marmush. Bu yerda Fedoli. Bu mashina ochamiz. Mashina yaxshiroq. 4 ta yo'q, mana bundan 2 ochamiz, mashinadan 2 ochamiz. Birinchi mashinadan ketdi. Qaraysizlar, yaxshimisizlar? Qachondan beri video ham men qo'ydik. Uruguay? SP? Ничего себе, Valverde. Nima keyf ko'nak qilib qiynaydi? FC. Valverde bo'lsa. Yo, bot bilan u yerda ochgan nima farqi bor? Mana shu bitta Van der Salni beraverjigarim, bitta videoda chotki spoiler bo'lib turardi. Qaranglar, nima mana shu o'yinchilardan bermaydik? Ketdi jigarlar. Mana shuni ochamiz. Ko'rib turishinglar mumkin. Yangi sostav ochsanglar, mana shunaqa paklardan biri nima ko'p odam bu yerda. 11 ta bor, bittasini ochib yuboramiz. Tabli. Qaranglar, 10 ta ochamizmi yoki bittadanmi? 2 minut. No, video uzoq bo'lishi kerak, o'shaning uchun bittadan avaylar. Let's go. Nima gap? Xullas, tak. Nima workout bo'lmayapti? Hech bo'lmasa oddiy o'yinchi bo'lsa ham tushsin. Hali 5 ta draft o'yinimiz bor. Bu yerda yana kimlar bor? Ochavo bor, 6-chi World Cup buni. Mashvarat ham normalni kelgan. Hech bir jahon chempionatida yuta olmagan o'sha. 106 dan 109 gacha berar ekan. Mana 109. Tak, stans. Ketdi. Ibi? Bo'ldimi, ochildimi? Yo. Tabriklashingiz mumkin, hech narsa tushmadi. Hozir mavtdan yana o'shanaqa draft olib kelaman, 10 ta. Stop. Tak, video olib ketdi-da. O'zim oldim. Qaranglar, bu yerda bizda Ishlikol va Donavi, xullas o'shalar bor. Go. Сразу oltin yurib ketsin. Yaxshi, ming samolyotga это нормально. Ketdi oltin. Draft. Okey. Omadimizni bersin. Yaxshi bo'lardi. Okey. Donovan. Bitta 25 ta beraversa. Iltimos. Qarang, 5 ta draft ekan ber. Iltimos. Yo. 117 gacha. Menga hech qachon tushmagan mashina. Qani Gokani? Ko'ringlar. Workout bor. Ekvador, pozo Munoz. Yo'q, Munoz Kolumbiyada. Hurtado. Okey. Tak, boshqa paklar qolmadi menimcha. Akkauntimizga kiramiz. Tak, yana nimani ko'rsatyapti? Darwin Nunes. Okey. 5 ta qilib kuchaytirib qo'yamiz. Okey.
Hozir endi buni nimasini ko'rsatadi? Rankni o'shaning uchun sirasiga kelib qo'yamiz. 60 ta bo'pti. Avval 50 ta bo'lardi. Tak. Hozir men bu yerda qiladigan ishim, buni sirasi bosib olamiz. Tak, Zubamendi bizga tushibdi. Xubana tushibdi. Okey, normalni bir zon qilib qo'yish kerak. Mana qilib qilsa bo'ladi. Va nihoyat bir kunda bir zon. Yes. 500 ta berdi. Bu yerda 2000 tani olib qo'ysak, yana 2000 tani olib qo'ysak, nur ustiga a'lo nur. Tak, endi biz ochadiganimiz yana mana shu bo'ladi. Schweinsteiger, Valverde kerak. Kukurela kecha yaxshi o'yin ko'rsatdi. Bu normalni o'rtacha to'ldi. 115 ta. Tak, hozir bu yerdan 100 ta olamiz. 100 ta o'zi olib bilamiz bundan. 600 ta oldik kerak bo'lsa. Okey. Bu yerga o'tamiz. Xayr guruhi day. Taktika, galaktika. Ikkita bosib 2. Bundan bitta. Ikkita. Mashinam bitta. Ikkita. Let's go. Taktika, galaktika o'xshamadi. Okey. Mendan kim kelibdi mendan? Nima? Pickford. O'zi bor edi aytgancha. Tak, hozir yana narsalar olib kelaman. Kelinglar, hozir bitta open back videoni ichida bitta let's play qilamiz. Menimcha ulgursak kerak. Tak, yarim golli vaziyatlarni qo'yib boraman. Okey. Bizda o'tib ketyapti. Zarba va gol. Birinchi gol 4-minutdan. Okey, let's go. Okey, ketdi. Endi ikkinchi golni ko'ramiz. İkinci golni vaziyatni yaratamiz hozir. Oy, Jalonjiliji bu son. O'zi qanaqa sostavda edimki? Qanaqa? Maldini. Bizda Virgil van Dijk bor. Endi bo'ldi, keyingi open pack bo'lib ketaveradi. Chunki uzoqroq video bo'lib ketadi juda ham. Ko'rib turishinglar mumkin, bizda 3 gol, bitta gol urib 3 ta golni pas bergan o'yinchimiz. Biz buni 6-0 hisobida so'xa yutib yubordik. Afsus. Lekin biz uchun xursandlik. Okey. Uchta ko'tarilib ketdi. FC bitta omadchani beraverib Salah chirib qo'ysak zo'r bo'lardi. Tak, okey, bitta bromish. FC Mobile. Qo'yamiz ihtiyojiga. Tak, bu yerga o'tamiz. Banatli narsalarni ko'rsatma bizga. Yana bitta match bor ekan. Hozir shunda o'ynab keling. Va nihoyat uzoq kutgan kunlarimiz oldik. Jude Bellinghamni olib qo'yaveramiz. Let's go. Eng ko'p ishlatilgan so'z let's go. Ya'ni boshqa nima deydi? Let's go. Let's go. Yoji Dudek. Menga o'sha sezonda o'sha Dudek tushganda. Avvalgi akkauntimda. Sirasi mashinani bosaverib, mana draft tokenini berib qo'ydi. Okey, rahmat EFC Mobile. Sirasi 10 ta bosaveramiz. Workout bo'lsa like bosasizlar. Значит, obuna bosasizlar ekan. Okey, 19 ta qoldi. Xullas, bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Nima deyman? Avvalgi gapim, obuna bo'linglar, like bosib, kommentariy yozinglar. Rahmat podдержка uchun. Xullas, mana shu videoning tagida Telegram kanalim bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Qachon video chiqishlari o'sha yerda yoziladi. Tak, yana nimalar? Profilimni shapkasidan ham qo'yib qo'yaman hozir. Xullas, obuna bo'linglar, like bosib, kommentariy yozib, meni xursand qilinglar. Let's go. Aktiv bomba bo'lsin.